Quyon ko'p issiqlikni yaxshi ko'rmaydi. Mana shunday qilib salafan qilib tashqi tarafini, eshigini mana bunday salafan qilganman. Keyin mana bunday pokrovachalar tashlab qo'yasiz bolaliklarni joyiga. Mana bunday ichkari mana bunday salafan qilib qilingan. Tom shifr qilingan. Oddiy uy sharoiti. Ana bu tarafdan oftob tushib, ana havo almashib turadi. Mana bu tarafga bitta pokrova qilingan. 3 tarafi mahkam, bir tarafdan mana oftob tushib shamol kelib turadi. Mana katakchilarni ustiga salafancha tashab qo'yaman. Uy sharoitida bular ko'p issiqlikni yoqtirmaydi. Mana shunday bizlar shunday katta bo'lib nima qilaveradilar. Mana hozir sizlarga bir nima qilib aytmasam tushuntiray dedim. Bu quyonchalarimiz mana quruq beta o'tni berasiz. Bular yeb nima qiladi-da? Quruq betani yaxshi yeydi. Mana shu hozir 8 ta yoki 9 ta da quyon. Bular asli bu yoqqa o'zim kamroq tashab qo'yish kerak. Tezroq rivojlanadi. Bolachalar o'ynab o'tiribdi mana. Mana bular zotlik. Bular ko'p issiqlikni yoqtirmaydi quyon. Faqat oyoq tagini toza saqlab, iloji boricha 3 kunda bir mahal nima qilib turiladi. Supurib turiladi, tozalab, keyin o'sha o't yeb yuradilar. Maza qilib. Mana bular dumog'i cho'q, qorni to'q, o'ynayaptilar. Mana shu o'ynab yuradilar. Mana shu zot boshqa xil yaxshi zotidan bular. Juda yaxshi-da bu. Odam miyalari dam oladi, asablarini tomosha qilib o'tirsang. Juda barakatli narsa-da bu. Keyin bularni yeb ichishi qanday bo'ladi degan savol ham kelibdi. Bular makkani maydalangani, bug'doy, arpa, qora semichka. Bular hammasi qo'shilgan, hammasini qattiq qilib, mana shuni taxlab beraman-da bularga. Ko'pincha arpani ham yaxshi ko'rib yeydilar. Kepak yeylar bir mahal.